oziq-ovqat do'konini sotib oldim va uni ichida butun shaharga yetarlicha ovqat bor. Undan keyin bu bolani do'kon ichiga yopib qo'ydim. Va shu joyda har bitta o'tkazgan kuning uchun aravachada $10,000 pul olib beraman. Bu haqiqiy jinnili aka, ketdi. Buni 24 soatdan keyin olasan. Ha mayli. Bu challenge orqali Alex multimillioner bo'lishi mumkin. Qisqa qilib gapirganda, u shu do'konda bir necha yil qolishi mumkin. Endi esa boshladik. Yaxshi, Jimmy ketdi. Men nimaga ketar ekanman? Bu yoqda yillar o'tkazishim mumkin. Narsalar olishga ketdi jonginam. Agar Alex butun do'kon bo'ylab chizilgan qizil chiziqdan chiqib ketsa, challenge tugaydi va u topgan puli bilan ketadi. U magazindan chiqib ketmasligi uchun biz do'konni juda ham ko'p kameralar bilan o'rab tashladik. Ular do'konni har bitta burchagida joylashgan. Birinchi ovqat uchun o'ylashim bo'yicha men steak tayinlayman. Menimcha bu meni yotadigan joyim do'konni burchagida. Agar har kechasi shunaqa ovqatlansam, bu yerda yillab qolaman. Birinchi kun tugadi, ertalab ko'rishamiz. Rasman 24 soat o'tdi va men birinchi 10 mingtasini olib kiraman. Alex, salom. Ushab ko'r bularni. 10 ming borligini tasdiqlaysanmi? Ishon bor. Men senga ishonaman. Endi challenge sal qiyinlashadi. Har kuni $10,000 olish uchun xuddi shu narx qiymatida menga mahsulot sotishing kerak. Bu joyda ko'proq qolish uchun qanaqa ketma-ketligida ularni sotishni o'ylashing kerak. Yo'q. Omadingga birinchi kunda sanda qimmatbaho elektronika ko'p. Menimcha yaxshi fikr. Televizorni babram yo'mayman, shuning uchun kerak emas. Sen 22 sent ko'p to'lavarding. Qani tekshiruvchi? MVP karta bormi? Yo'q. Ochib beraymi? Yo'q. Obuna bo'lasiz? Yo'q. Mana pullaring. Kir hisob ket. Bip. Mayli, yaxshi. Ertaga men yana 10 ming bilan kelaman. Ungacha nima sotishingni o'ylab qo'y. Bu hamma narsani o'zgartiradi. Kelajagiga reja tuzishim kerak. Birinchi bo'lib nimadan qutulishimni ko'rishim kerak. Hayvonlar uchun ovqat va narsalar. Qasam ichaman, pul uchun ham bularni yemasdim. Itlarning ovqatini o'zida $10,000 chiqyapti. Menimcha dam olish payti keldi. Ertaga mahsulotlarni sotish kerak. Hali ish ko'p. Alex, ishlaring qalay, Jimmy? Shularni menga sotasanmi? Bugun itlar uchun ovqat. Yo'q, xudo, bularni butun umr chiqaramiz. To'xta, menga mumkinmi? Men ruxsat beraman. Montajli o'tish. Mana bu boshqa gap. Hamma narsa kassada. Rostdan zo'r effekt. Bist mo'jizani yoqtiraman. Hozir bizda $9,991 80 sent. Va mana oxirgi narsa. Endi bizda 10 ming $45. Va mana nimani bilishinglar kerak. Hamma Alex sotgan mahsulotlarni xayriyaga beramiz. Shuning uchun xavotir olmanglar, bular val bo'lmaydi. Keyingi 5 kun Alexga 10 soatdi. 5-kunga u $10,000 ovqat sotdi. Mana shu mahsulotlar tez aynib qoladi. 6-kunga juda ko'p panderslar va 7, 8, 9-kunga $30,000 mahsulotlarni. U hattoki yordamchixonani topdi va 10 kundan beri yuvinmagani uchun u improvizatsiya qilingan hammom qurdi. Bam babam Va kir yuvdi. trim. Salom, nima gaplar? Qalaysan, Jimmy? Yaxshi. Endi to'g'risini ayt. Bu yoqda qanchalik uzoqlanib tura olasan? O'ylashimcha 100 kun aniq qolaman. Yo'q. Agar Alex juda ko'p cho'zib yorsa, bu video meni eng qimmat videoyim bo'lishi mumkin. Lekin men bunga tayyorman. Voy jallod. Menga siprin yashamaysanmi? Menda pullarim ko'p. Kim shuncha pulni bu yoqqa ortdi? Ben buni menga 10 minglik mahsulotlarni berganingdan keyin senga beraveraman. Hop, bugunga menda yana televizorlar. Kim oziq-ovqat do'koniga televizor olishga boradi? Ular botdan nima qotdi? Endi to'g'risini ayt, Alex. Sen televizor qoldirish uchun qaysidir korobkani tosh bilan to'ldirdingmi? Itlar. Mayli, men unga ishonaman. Lekin men boshqa narsani so'raganman. 11-kunga Alex mahsulotlarini samarali tanlab sotishni boshladi. $11.89. Va men keyingi videoyimni olishga orolda tiqilib qolganimga, bu yoqda juda noqulay, bu yoqda 30 daqiqa yotamiz degan bitta bo'ladi. Biz bir kishidan Alexga pul olib kelishni so'ragandik. Biz uni pul odam deymiz. Pul odam. Rahmat janob. $100,000. Bu ketishda aniq million olaman. Zerikmaslik uchun qolgan kunlari qanaqa o'tkazgani esa bizga juda qiziq bo'ldi. Qishloqlik ko'p turibdi, jonginam. 3, 2, 1. 13-kunga Alex hammomini yaxshilashga o'tdi, chunki bu ahmoqona narsa. Ko'rish kerak. Xo'sh, bir necha kun o'tdi. Men devor quraman. Bunaqa narsani ko'raman deb o'yladim.
skaner qilishni boshlash kerak. Bu narsalarni belgilab chiqdim. Sovg'a kartalar juda ham palon pul turadi. Sovg'a otkritkalari qanchalik qimmatligi bizani hayratga soldi. Chunki Alex ularni yig'ib, sotib $10,000 oldi. Men Oroldagi syomkalarimdan qaytgandan keyin Salom, ancha Jimmy. ko'rishmadik. Alex yordamchixonada forklift bilan yordam berishimizni so'radi. Agar magazinga olib kirganingizda foydali bo'lardi. Sen Krisga haydashga berolsan, ishonching komilmi? Ha. Yaxshi foydalan. Ertagacha. Biz ko'rishganimizga bir kun o'tganiga qaramay, Alex rostdan ham sog'inganga o'xshaydi. Uni harakatlari menga faqat shuni bildirdi. Men Jimmy'ni rasmini topdim. Biza birga vaqtchog'lik qilamiz. Hisobda adashmasligim uchun qarab turibdi. Yana 10,000 ni skanerdan o'tkazamiz. $10,000 33 sent. Keyingi bir necha kunda Alex samarali ishlashni boshladi. Unga esa yuklovchi yordam berdi. Shuning uchun kravatini yaxshilashga unda vaqt topildi va bu unga juda yordam berdi. Endi ancha yaxshiroq. Va Alexning birinchi niyati million yutib olish bo'lganiga qaramay, Menimcha millionni umid qilsa bo'ladi. yo'q deb umidda bo'laman. Albatta bu yaxshi, lekin bolalarimni juda ham sog'inmayman. Kelayotgan oilada ikkalasini tug'ilgan kuni shu paytgacha o'tkazmaganman. Pul Yo'q qilishga tayyorlab qo'yibdi. Yo'q xudo! xo'sh, bu yoqda $10,000 $10,000 berilyapti. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Ha. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Va sen xohlagancha qolasan bu yoqda. Ko'rib turganinglardek, Alexning kunlari bir xil o'tishni boshladi. Va u boshpana uchun suvdan yasagan devorlarni olib sotishni boshladi. Va u do'kondagi shkaflarni sota olmasligini tushunib, ulardan yaxshi devor chiqadi degan fikrga keldi. Men boshpanamni temir javonlar bilan mustahkamlayman. Ko'rib turganinglardek, Alex o'zini uydagidek his qilyapti. Lekin u bitta narsani bilmasdi. Men do'konni sotib olganimdan keyin chirog'iga to'lamay qo'ydim. Xohlagan payt u o'chib qolishi mumkin. Morosilkalar ishlamay qoladi. Chiroq o'chib qoladi va shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Challenge yanada qiyinlashib ketadi. Jin ursin. Nima bo'ldi Svetga? Nima fokus bu? Qani mani fonarigim? Nima bu? Hazilmi? Houston, bizda muammolar. Buni sizlar qildinglarmi? Janob, Tuk. Yo xudo, yo qo'rqimchilik bo'lib ketibdi. Svetni o'chirishdi, Jimmy. Men bu do'konni sotib olganimdan keyin menga kommunal xizmatlarni to'lash bo'yicha blank berishgandi. Lekin men uni to'ldirmadim. Kamera bilan kassa generatorga ulangan, chunki ular bizga kerak. Okey, bu yerda sanda nima bor ekan? Xo'sh, boshidan 60,000 ga mahsulotlarni tayyorlab qo'yuvdim. Yo xudo, chiroq o'chgandan keyin sen muzlatgichdagi narsalarni sotishni boshlaysanmi? Ha, vaziyat o'zgardi. Skanerga urishni boshladik. Go'shtdan qutulamiz. Men bir haftaga Afrikaga ketdim. To'g'ri keladi. Men juda ham umid qilamanki, Jimmy elektrni yoqadi. To'g'risini aytsam, chiroq yo'qligi Alexga men o'ylaganimdan ham yomonroq ta'sir qildi. O'ylashimcha, u nafaqat muzlatilgan mahsulotlardan ayrildi. Qo'yaman. Kunduzi yoriq kiradi va toza havodan nafas olaman. Chunki hech narsa yordam bermayapti. Oho, muncha zo'r. Bu menga qorong'u kunlarni yashab o'tish uchun yordam beradi. Bugun 36-kun. Menda ropparasi $360,000 bor. Nimaga to'xtab qolishim kerak? Aravachani to'ldirishda davom etaman. Ko'p ovqatlar olish kerak. Bu yerda faqat aravacha, ko'p pullar va kunlarni tezroq o'tishini besabirlik bilan kutish bor. Kunning eng hayajonli qismi qizil chiziqqa yaqin turish. Men atigi qari, eski xafa bo'lgan bola skaner qilib tashladim. Boshqa hech narsa qilgim kelmayapti. Meni xotinimdan, farzandlarimdan ajratadigan narsa faqatgina shu chiziq. Chiroq yo'q, men esa qizil chiziq oldida turibman. Hozir o'zida turib oilamni oldiga ketib yorishim mumkin. Shu narsani ko'p o'ylayman. Men bilaman, men ko'rmagan hali ko'p mahsulotlar bor. Stakanlar, paketda muzlar. Nima? Qaranglar, men nima topdim? Fanar, Instastart, zo'r. Menda 5 ta bor, hammasini yoqdim. Bular butun kuchiga ishlayapti. Atrofimni yaxshi yorityapti. Yana bu yoqda qolishimni his qilyapman. Hoy Alex, shodamisan? Yana 10,000 mi? Zo'r-ku. Bu ahmoqona. Menda shuncha pulim bor, lekin hech narsa qila olmayman.
Faqat ularga qara olmayman. Вообще-то qarolmaysan ham, chunki qorong'i. Shuning uchun chiroq olib keldim. Iya, rostdanmi? Faqat syomka uchun. Ha, yaxshi. Qolgan vaqting nima qilasan? Men juda ham xohlamayman yuklovchini olib barcha javonlar bo'yicha yurib chiqishni. Oh, Sen o'zing so'rading. nimalar bo'lyapti? Mayli, men ketadigan vaqtim keldi. Ertaga ko'rishamiz. Mana sangi supurgi. Rahmat yigitlar. Tozalab mazza qil. Alex Kris yoygan do'konni yig'ishtirishni boshlagandan keyin u orqadan topolgan basseynni ochiq joyga o'rnatdi. Qani ketdik. Hozir men shlangni tortib, basseyn ichiga tiqqanimdan keyin ertaga mahsulotlar bilan basseyn bo'ladi. Bir haftadan ko'p vaqt o'tdi. Chandler esa menga hech narsani aytib bermadi. Hamma narsa boshqacha ko'rinyapti. Yo'q, xudo. Ligingda bizni joylarni o'zgartirdik. Kimdir Krisga yuklovchini berganga o'xshaydi. Endi hamma narsa tushunarli. Menga basseyningni ko'rsata olasanmi? Olaman, bu yoqqa qo'yaman. Kim biladi, balki qiziq narsa chiqib qolar. Siramas, Alex shu paytgacha juda charchadi va u yuklovchi bilan yurganida kutilmagan narsa sodir bo'ldi. Voy, chinursan! Yo'q, xudoyim. Yo'q, bolakay. Yo'q. Alex, do'stim nimaga botxo'l? Ha, fu. Yo. O, Alex, sizni oldi aravachingiz kutibdi. O, qara, o'rnida ekan. Hammasi yaxshimi, do'stim? Men yaxshiman. Sen to'kilib ketibsan. Ha, men basseynni yirtib yubordim. Basseynni qanaqa qilib yuritish mumkin? Men palletlarni ortish uchun yonidan o'tib va o'zidan o'zi chapga qayilib ketib qoldi. Yo'q! Hamma narsa namlanib qopti. Yana necha hafta chidaysan? Hafta? Men kundan kunga zo'rg'a yashayapman. Hammasi qanchalik chidashimga bog'liq. Demoqchisanki, ertaga o'rningda o'rgimchak ko'rsak ketasanmi? O, 100 talik. Menimcha u uzoq cho'zolmaydi. Oxiriga yetib qoldi. Bolalar, kelib o'ynab ketmaysanlarmi? Yo'q, shart emas. Zerkarliysan. Alex challenge'ni boshlaganda magazin shunaqa ko'ringandi. Hozir esa shunaqa ko'rinyapti. Bu yerda juda ham yolg'izman. Menga pul olib kelmagunicha borib kresloda o'tirib turaman. Rostdanmi? Shoddanmisan, Jimmy? Bu kunimdagi birinchi suhbat va jinurgir robot. Ham kelgisi kelmayapti. Shunaqa darajada bu yerda zerikarli. Men uni ayblamayman. Bu juda ham yomon bola ekan. Yo xudo, oilamni juda ham sog'indim. Hozir 45-kun. Chandler, uni ahvoli qanaqa? Itdek zerikib ketgan. Bita bilan yerga uryotibdi. Meni rahmim kelardi, lekin u $450,000 yutib oldi. U xohlagan paytda ketishi mumkin. Shuning uchun ahvoli yaxshi bo'ladi. Alex, Salom. biz kameraga qaradik va sen juda xafa bo'lgan ekansan. Ha, men zerikib ketdim. Mana 10,000 yaxshiroq bo'ldingmi? Azgina yordam berdi. Necha hafta qoldi? Men bilmayman, balki 1 soat qolgandir. Rostdanmi? Mayli, qani pullaringni ko'ramiz. Bu hamma sen topgan pullaring. $450,000. Xo'sh, xursandmisan? Bir soniya. Menda seni xursand qiladigan syurpriz bor. Nima? Sen rostdanmi? Salom, Bu yaxshi yana keldingmi? nimasi? Yig'lama. Iloji bo'lmayapti. Mayli. Nega yalangsan? Kiyimlaring qani? Boshlamasdan aytaman, men oyoq kiyimni olganim yo'q. Men bilmayman nimaga u yalang'och. Bu pullarni nimaga ishlatishimizni tasavvur qilib ko'r. Aql bovar qilmaydi. O'ylaymanki, men yana 5 kun chidab tura olaman. Harakatlarimga arziydi. Nima qarorga Siz keldinglar? taroziga qo'yib ko'rdik. Ko'proq pul olish, ko'proq pul olganni olib ketish. To'g'risini aytsam, qolishdan ma'no yo'q. Men ketaman. Naqada pullarni chiqaramiz. Xo'sh, Alex, qizil chiziqni bossang, hamma narsa tugaydi. Men hamma pullarni orqaga qaytarishim mumkin va davom etishimiz mumkin. Bo'pti, orqaga. Mayli, hamma narsani qaytaramiz. Hazillashdim. Ura! Alex do'konda 45 kun o'tkazdi va 450